Assalamualaikum hürmetli qarindoshlar. Hozir biz İstanbul Valilik ilk göç idorasining geri gönderme merkezida İhsan qarindoshimizning yanıga kelgan to'q. İhsan qarindoshimizning oxiri 3 kun bo'ldi. Advokatlar şey demişler, seninle ilgili olumlu görüşüyorsunuz Ankara'ya falan. Evet. Kiminle ilgili? İnsanla ilgili. Herhangi bir olumsuz bildirmemişler. Ben dedim içeridekilere de herhangi bir gelişme olursa beni aramasına. Tamam dedim. Tamam. Şeye dedim, size üçünüze de selamları var. Çok teşekkür ederim aynı zamanda. İşte şey diyor. Yani geldiğimizi görmüş zaten yukarıdan. Kameradan görmüş uzaktan. İhsan mı? Üst kattan herhalde gördü. Üst kattan görebilir herhalde. Biz araba orada. Yani bakalım. Belki benim başvurduğum mahkemeden iyi bir karar çıkarsa. İnşallah. Bu 5 gün içerisinde karar verir değil mi? Evet. Cuma'dan önce de şey yapabilir. İnşallah olumlu çıkarsa zaten sorun yok. Şu an herhangi bir karar yok değil mi? Yok. Dosyasını getirdiler zaten bana. O polisteki dosyanın üzerine bir tane şey koymuş sadece. Bir tane. Tamam o zaman. Peki. Assalamualaikum qarindoshlar. Hammaning xabari bor, tor dunyosida sosyal medyada chiqayotgan İhsan qarindoshimizni tuhmat bilan tutib ketilgani, shikoyat bilan tutilgani aniq. İhsan qarindoshimizningki biz bilgandek hech qanday gunohi yo'q, ammo Turkiya davlatiniki shikoyat qilgan har qanday bir odamni tutish, shikoyat qilgan har qanday bir insonni tutib nima qilish shularninki davlat qonuni ekan, hamda uni bunday cheklanmaydi. Shuning uchun buni biz İhsan qarindoshimizdan necha vaqtni yo'q bir faoliyatda bir yerda bo'lg'ashqa biz tutib ketilgan kunni anglatlam. Bir gün ba'zilar yo'l mang'anni mang'atdi, u mang'atdi, bu mang'atdi deb xabarni olgandan keyin biz bundan turib bir kun saqilsak hech bir xabar bo'lmagandan keyin Anqaradagi bizningki İlyas hocam Anqaradan keldim shu İhsanning ish to'g'riliq. Shunun birinchi kunisi yakshanba kuni kechdi keldi. Dushanba kuni atdiganda bu İhsan'ınki işe yollanıp bu İhsan'ınki imza atmışsa vekil vermiş olmaydı ki advokatla. Şimdi onu Allah'ta bizi az noterden ki tok nimis işlemeydi, internet işleme bize keçikip kaldı. Şimdi onların gün düşen günlükte bir gün İhsan'ınki arkadan görebiliyorduk ama olaylık geri gönderme merkezine sınır teşvik kılış, mesela teşvik çıkarıp ötüş. Kararını yapılandan keyin çoğum şu hazır mesele kösetken, mişey ekiliş mecburiyetken. Mişey ekiliş mecburiyet olgandan keyin yani bir ek tuttu bu qarindoshimizni. Allah'ın izni bilan hazır ish qilib yaxshi xabar bor. Hazır İlyas hocam içi kirib İhsan bilan ko'rishib paranglashib chiqdi. Tünügün bir gün şu biz şu hamda bir şeyga saqchi idorasiga buyaq bilib maqdoqan bo'ldi aytgandan kechgacha advokatlar bildik. Ammo bu videoni qilmaydi degan to'q. Biz ishimiz jimjit ish qilayotgan, ammo ba'zi ishlar sal nima bo'ldiki shuning uchun ham bu videoni qilib soldim. Qarindoshlar xotirjam bo'linglar, İhsanni inshaalloh gunohsiz qilib hech qanday gunohi bo'lmagan shaklda amaliyotimi İhsan gunohsiz. İhsanning ustidan faqatla yolg'on shikoyat bo'g'ashqa shunday bo'lib qoldi. Endi buning inshaalloh Turkiya davlati huquq, Turkiya davlati qonun davlati bo'g'ashqa endi buni cho'qim oq qorni qarab chiqaradigan ishonchimiz bor inshaalloh. İlyas hocam advokat meng'otdi buning yo'lini. İnşallah yaxshi xabar keldi. Nimalarni yani red
mahkamaga sud nimasini qilib bo'ldi hozir deganning yoqi shu sud mahkamasida yurib İlyas hocam hozir ham shu Ihsonning qashig'ami 40 lardagi bin qilish bu bin qilish degan shu gergunlar markaziga bir şey keldik. Kelib İlyas hocam ko'rishib bir qo'l nima qilib chiqdi. Demak yo'g'im qarindoshlar xotirjam bo'linglar. İnşallah sağ salamet İhsan bir haftada yaxshi xabarlar chiqdi. Shuning uchun duo bo'lib qo'yinglar, duo qilib qo'yinglar haqida. Mana hozir biz Mirzahmat, Javlon, İlyas hocam to'yimiz kelgandik. Aybike. Kishilar kelgandik. Aybike ham bormi? Bir yarım saat bir şey turib Kichik qalabchi. Ko'rishib bir qur baramiz binib chiqdik. Hozir qaytyapmiz mana. Shuning uchun qarindoshlarni Ihsonning haqida duo qilib qo'yinglarni. İşlarınki yaxshi bo'lishi, natijali bo'lishini duo qilib qo'yishni umid qilaman qarindoshlar. Alloh omonat. Amon bo'linglar qarindoshlar. Hey!